Hürmetlik vatandaş. Çiğistağ 2021 yıl 12. ayının 20. günü. Yukarı liksiyelerimizde köydüğünde endilikte vaziyet ve muhakeme. Biz tünügün silahı Cungo hükümetinin kaysı halet kelip kağallığı. Mesela Cungo'dan kayının işki kısımdaki ziddiyetlerinin endi aşkarı. Matbuat yüzüge çıqqanlıq üstü toxtaldıq vatandaşım. Bu fevkalade ahval. Biz demedik onu Xitay obzorçular özü davatıdır. Cungo Kompartiyasının tarixide körülüp bakmağan bir hadise. Mesela tünügün sözlügen leksiyedimde vaziyet ve muhakemede ben bir neçe adamın ismini eğiz kaldım. Mesela Yang Shenjin degen kişi bu aynı vaxtda 20. asırının 60. yıllarda Cungo Merkezi Komiteti, Merkezi Partiya mektebi felsefe katedrasının başlığıydı. O birinin işkiye koşulup bir buluşu yoki işkine koşulup bir buluşu nazariyesinde muhakemede bulgan idi. Ben ismini ağan Zhu Gucheng degen adam şu vaqtda qaltis günlerken, qaltis yıllarken Zhu Gucheng nima shundaq deymiz desiniz? Xalq vakillar qurultayı qonun chiqarish komitetining a'zosi. Bu adamın meydanı şu vaxtada o çıkaysa hazır Mavzudun iddiasi qarşı adam. Nima deydi? İşkinin qo'shilib bir bo'lishi. O degini Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti desen bir devlet. Bunun da senin deginin içi olsun proletariyat va, işçilar va, sınıfi güreş va. Senin deginin içi olsun. Lekin birleş tuganda birleşip inak ötüp Cumhuriyet Halk Cumhuriyetini hasıl kılıdı deydiğen göz karıştı götürüp çıkıdı. Yang Shenjin bu felsefe katedrası Mavzudun iddiasiga varislik kılıdığan adam. Nima deydi? Birinin işkiga bölünüşü. Bir narsani işkiga bölümüz. Yani sınıfi güreş elip barımız Mavzuduncha proletariyat, yompen proletar deymiz Mavzuduncha. Şu vaxtıda ondan cemiyet buludu. Bu demek ziddiyet neylik. 10 diktatörünü ta'kidlaydigan adam. Zhu Gucheng enin qarıştırıp xalq demokratiyasi deysen uyu, demokratiyat degenini çın tutsan bu devlet umumi xalq devleti, bu partiya umumi xalq partisi, bu armiya umumi xalq armiyasi yoki hükümetinin qo'lidagi emas, davlatning boshqarishi, partiyaning qo'lidagi emas, hukumatning boshqarishida. Kechiringlar, armiya bo'lish kerak. Mushalar uzundan bir kelayotgan nazariyalar. Endilik tuniganki jo'na qayda o'tirg'i chiqqan ish islohotni inkor qilish, din shavpini inkor qilish. İslahatni muqimlashtirish, din shavpini muqimlashtirish. Biz aralashlar leksiya so'zdik. Nima dedik? Hazır islahat işte eçivitişte yandı Cungo Kompartiyası, işte taqadı Cungo Kompartiyası degen edik. Şuna bugün endi islahat elip barımız mı, islahat elip barmayımız mı? İslahatın ahırkı neticesi siyasi islahat elip barımız mı, barmayımız mı? Hazır Cungo kaydı gerçi aşkarı çıkmış mı, ketivatkan güreş. Onun deken Garp dünyasıga bulup mu Amerika kandak münasebetli bulumuz. Bugün Cungo Kompartiyanın işki kısmındaki ziddiyetle del muşunun merkezleştiğiydi de vatandaş. Ahire bu elişiş matbuat yüzüge çıktı, bu addi iş emas, bu fevkalade ahval dedi Xitayning naziriyçileri özü. Endi bugün Minister Wang Yi'nin sözü gördünüz vatandaş. Nima depti hozir yana? Xuddi Amerikaga urush e'lon qilgandek, diplomatiya sohasi urush e'lon qilgandek. Agar elishadigan bo'lsang, oxirigacha elishimiz. Endi bu urush deymiz-da, bu diplomatiya sohasi urush e'lon qilish deymiz-da bu. Demek bunu da aytganda yangi yil Cungo uchun yaxshi boshlanmadi. Cungoning mushu darajada sakratgan narsa nima? Biri olimpik, qishliq olimpik dunyoning hozir tutgan pozitsiyasi. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlariga ergashib 5-6 davlat olimpikni diplomatik ravishda boykot qildi. Hatta Yaponiya ham bor buning ichida. Buni qo'yib turaylik. Cungo'larga eng ozor yedik deb hisoblagani 18 kunidagi referendum. Tayvanda o'tkazilgan referendum. Buning asosligi birisi Amerikaning go'sht mahsulotlarini Tayvanga import qilish qilmaslik masalasida.
Gomindangchilar bununla qarshi turdi. Chunki Amerikadan keladigan kala go'shi va boshqa go'shtda kasal bor deb qaraydi. Gomindangchilar. İkincisi, anandaki atom yadro. Bunun da qurol yasash emas, atom yadro elektr stansiyasi qurish. Bu xisi deb ataydigan Tayvancha. Muşuladımı Gomindangning meydani bununla qarshi turish. Shunaqa deyman, qarshi turish. Mana shundaq 4 xil masalada referendum o'tkazib, referendumga bilet tashlab, endi Gomindang o'zil kesil mag'lub bo'ldi. Sayyiman prezident o'zil kesil g'alaba qildi. Bu Jungo uchun balki ehtimol eng oxirgi odoq zarbi, ajallik zarbi bo'lsa kerak. Jungo hukumati o'ltiramay qoldi vatandosh. Junnaga o'ltiramay qoldi vatandosh. Şuna hazır endi yılning 5'ida diplomatiya ministeri Wang Yi bu söz bilan o'tirg'i chiqdi degan gap yangi yilda Amerika tarafdan hech qanday gap yo'q. Bir matbuotda bir narsa ko'rmadik. Hozir Amerika Qo'shma Shtatlari butun bayramga tayyorlik qilyapti. Shuning ichida yashayapti. Hozir Wang Yi mu bayram o'tkazdi 2-oyning 4-kuni. Çünkü Çağan bayramının 4. günü bulunduğun günü ekan vatandaş. Sema bayram günüde. Endi bir bayramlık günde bayram yetip kelayotganda ishki davlatga bayramlık gapni qilmay o'tirg'i chiqib, Amerika biz bilan elishadigan bo'lsa, adaq elishimiz. Amerika biz bilan raqobatlashadigan bo'lsa, adaq raqobatlashimiz. Bu so'zlarning mazmuni ortiqcha gap qo, prezident minister Wang Yi efendi biz shunday qaraymiz, ortiqcha gap qo. Endi hozir sizlar biz Uyg'ur qarindoshlar, vatandoshlar diqqat qiladigan bir nuqta yaqinda biz o to'g'rida so'zlamadik. Balki vaqt mushu bayram ichida so'zlab qilishimiz, yozib qilishimiz mumkin. Men boshqa matbuotlarda ko'rdimlar deb o'ylab men o to'g'ri leksiya so'zlamadim. Amerika Savdo ministerligi e'lon qilgan doklad, ya'ni 34 yurishlik Jungo shirkatini embargo qilishning sababida kimyoviy qurollar, biyologik qurollarni ishlatib, tajribasini qilib degandek gaplar o'tirg'i chiqdi. Vatandosh Uyg'urlarga qaratilgan. Endi hozir bu biyologik, kimyoviy qurollar nimaga markazlashdi desangiz, zihnni yo'qotish, aqlni yo'qotish, ho'shini yo'qotish, insonning ideyasi va fikr qilish yo'llarining hammasini texnik qurollar bilan kontrol qilish. Hayotlik tugashgan bo'ladi vatandosh. Bunda boshqa fikr xiyollarni qo'yib turib, hayotlik tugashdi. Sening ideya fikringni mashina bilan kontrol qilyapti Jungo kompartiyasi. Mana bu meningcha hozir Uyg'urlar bilan cheklanmaydi. Butun Jungoni musholig'i tushirdi, butun Jungo. Xitoy fuqarolarim buning ichida vatandoshim. Vaziyatning og'irligi mushu darajada Amerika Qo'shma Shtatlarining tashqi savdo ministerligi 34 şirketni jazoladi, Jungoda embargo yurgizdi. Ana bundan keyin Xitoyning buni tutgan pozitsiyasi qanday bo'ladi? Mana shu pozitsiyalarni yig'ib kelganda hozir sizlarga so'zildik. Tashqi ishlar ministri Wang Yi apandining pozitsiyasi mana 2022 yildagi yangi yil harpisida 4-5 kun qoldi-ku. Mushu harp kunida mushu so'zni qilishining o'zi vatandosh bu diplomatiya sohasidagi büyürü mesellik diplomatiya deb keldi qo'rqtirdiga Xitoy diplomatiyasi. Ham bugünkisi büyürü mesellik diplomatiyada büyürünün g'oljirlashgan davri deb tushunsangiz bo'ldi.